talabalar bor. Odob axloq qoidalariga rioya qilgan holatda demak darslarni boshlashimiz mumkin. Telefonlar topshirgan holda kiramiz. Mehmonlarni xush kelibsizlar deb qolamiz. Marhamat. Yillik turmushlarini boshdan kechirgan Qodir ota va yonida hojonamiz turibdi. Savol shunaqa tashlanadi. Bugungi darsimizni kreativ yo'ldan boshlaymiz. Ya'ni, hurmatli o'quvchilar, shu rasmda hojona tabassum bilan kuldi, Qodir ota nimadir degan bo'lishi mumkin. Siz nima deb o'ylaysiz? Hamma o'zini fikrini bildiradi. Eng to'g'ri kelgan mazmunli fikrga, umuman fikr bildirgan bolalar uchun otani mana sizlarga sovg'alari bor. Shuning uchun hamma o'zini ichida bir o'ylasin-da, nima uchun tabassum bilan kulib turibdi? Nima deb o'ylaysiz va fikringizni bildiring. Kimda fikr bo'lsa boshlaydi, qo'l ko'tarib javob beramiz. Qani nima deb o'ylaysiz? Nima uchun hojona kulgan? Marhamat. Marhamat. Barxona fikringizni turib bildiramiz. Ha. Fikrimcha endi bu hojona juda ham chiroyli ekan. Menimcha bugun juda ham chiroyli bo'lib ketibsiz deganda kulgan deb o'yladim. Siz fikringizcha juda ham chiroyli bo'lib ketibsiz. Xo'p. Hop. Yana fikrlar. Shodona fikrlarni ham yana nima deb o'ylaysiz? Nima uchun kulgan bo'lishi mumkin? Fikringlarni bildiringlar. O'ylab turinglar qolganlar. Meni fikrimcha ham hojonaga erta tongda yaxshi so'zlar aytgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Kayfiyatini ko'taradigan. Qandaydir askiya so'z ishlatilgan. Shuning uchun tabassum bilan kulgan. Xo'p, yaxshi. Xo'p, yana fikr bildiramiz. Yana fikr bildiramiz. Ha, olmazlar. Nima deb o'ylaysiz? Nima deb o'ylaysiz? O'zingiz fikringizni ayting. Qaysi edi? O'tirib turib aytib qo'ying uni. Shu degan chiroyli bo'lib ketibsiz. Hop, yana xalqni fikr bildiramiz yana. Kamronda nima deb o'ylaysiz? Nima deysiz? Nima deyapman? Shunday bildirdim. Sizlar bu garinglarda nima deyapsiz? Nima degan bo'ladi? Ho'p, tamam. menimcha hojonaga sen yaxshi ko'raman degan bo'lishi mumkin. Ota, endi shuni o'zingizdan so'ramoqchimiz. Nima uchun bu rasmda kulgan hojona? Assalomu alaykum. Hayot adolatda oila degan muqaddas dargoh. Biz bu narsaga tayyorgarlik ko'rishda kecha meni qo'limda Toshkentdan kelganlar bir qog'oz tashlab ketdi. Mashinaga o'tirayotib, ertaga shu ishga borsangiz ishlatasiz deb qo'lda yozdim. Mana u bola bir yilga o'qishga kirish reytingi har bitta maktabda reyting 647 boladan 700 kishi kirgan. Shundan sizlar gimnaziyalarning ikkinchi o'rin 55%. Birinchi 10-chi maktab. Shuni orqasiga bir azalib atrofi yozib, mendan kelgan o'qing deb nima. Men buni o'qidim. Ertaga foydalanasiz deb. Qarang, ota-ona bor yo'q ikki kishimi? Qani men fikirlarni beraman. Darsga chiqib ketishdi. Chaqinglar bittasini. Bo'lmasa bittani chiq. Ota enang, bobong bilan enang boring bittani yoningga chiq. Kim chiqadi? Bir kishi. Aya dadasi bilan yashaydigan bir kishi chiqsin deyapti. Qani? Mana qara, mana shu qizni xuddi nevaranda olib keltiraman. Bu yozib ketgan narsani. Dadasi ayasi bor.
Dedesini, dedesi bilen otası var. Endi bunga baba bilan dedi. Doğru mu? Budur. Baba. Endi ularni dedesinin apası ki, dedesinin otası ki, maması ki. Bana kalın. Otayla. Keyin to'rtta bir yildagi nimada bir avlodda to'rtta buva, to'rtta momo bo'ladi ekan. Ikkinchi etapda 8ta katta buvi, 8ta bobo bo'ladi. Üçüncü avlodda 16ta baba, 16ta mama bo'lar ekan, ya'ni katta. To'rtinchi avlodda 32ta bo'lar ekan. Shunaqa qilib 7-chi avlodda bilish kerak deganda sizu bizni 512 ta babamız, 512 ta mamamız bo'lar ekan. Agar to'liq 11-chi avlodgacha bilaman desangiz 4056 ta mamamız, 4056 ta otamiz bo'lar ekan. Men nimaga gapni bundan boshladim? Bu 456 ta inson 300 yil yashaydi. 300. Bugün siz bilan biz bayda maktabda o'tirishimiz 300 yilda bundan 2 tayu 4 tane çıkarlarımız 6 tane. 4094 tane 6 tane çıkarlarsak 4088 tapılar. Şu sonrayette geliş için sizi bizi oradakilerimizden 488 tane olanlar ülken eken. 488 tane mama, 488 tane baba. Eğer 7 avlar dese, 512'de 6 tane çıkarırsan, o zaman kızımızı bekarga demedim. Çünkü dedesi hem var, ayası hem var. Dedesi hem var, ayası hem var. Onasını otası hem var, dedesi hem var. 6 tane çıkarırlar bekledim. Orta okuyor. Men ekran nevalandikken xuddi o'shaqa hozirgi ekran kirgan nevalandik. Ekran nevalandi shu darajaga kelish uchun uni orzularidan 512tadan 7 yilni avlodda ortani chiqarsak 506 kishi olamdan o'tdi. 506 ta mama, 506 ta mama. Ota, orzati. Bularda mehnat, bularda evveldi. Şu yukarıdakilarda eslep durun. Hiç konday bugün şu şarayette gelenlerin için sizlerden birer de bugünkü isteklere koyup nima qilish, oyonlik qilish, ota-onaga, bilimga, e'tiqodga yo'ldan chiqish maqsadga muvofiqmi? Chunki kelajak sizlarniki. Eslatda sizni bizni shu darajaga artgan 506 tadan mama, otamiz har birimizni ko'rgan. Shuni bir biling, har birimizniki balki birortasiniki ko'p, birortasiniki ozmas. Meniki ko'proq. Oyog'imniki ko'proq. Mirzayevniki ko'proq.
hozir ichlarimizda bobosi, onasi bolalar bor. Shuni eslatib boshlamoqchiyim. Aziz bolalar, rast oiladan boshlab ushbu ayolni 21 yoshimda tashkil partiyaga institutda o'qirdi. O'rtoqlarim ko'p edi. Tashkil degan davlat universiteti bor. Filologiya fakultetini bolalardan tanishlarım bor. O'sha yili Savozlar jurnalining 2-sonida bir sizlarga o'xshagan 17 yoshli qizni suratga chiqqan, qo'lida gul bilan. Aslında studentlar shaharchasida yashovchi oshiq bo'lmagan birorta student qolmagan har bir inson she'r yozdi. Shunday Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tuman Tutar qishlog'i, Ozarmash qishloqda svet yo'q. Filologiyada o'qiyotgan Latifov Murod degan bola 8 qator she'r yozdi. 8 qator. Shu she'r studentlar orasida o'ta mashhur bo'ldi. Biz 1-2 sentyabrda kelganda shu she'rni shunday ishlatamiz deb va'da berib ketganmiz direktorimizga, Andijon direktorimizga. Yani sizlarga hayot ko'rsatish uchun she'r qo'ydagicha edi. Men juda yaxshi o'siflarni oldim shu ayolni kuyganim uchun. Biz o'sha she'rdan ketdik. Sizlarga o'xshab yoshligimizni eslab qo'ydagicha edi. Yaxshilab eshitinglar. Gülgün yüzleriga sahiy tabiat, dilbar tabassumlar hadya etdi. So'ng o'zi yaratgan go'zallikdan ro'y qo'liga gullar. Yana ikkita ustoz bor. İkide ustoz var. Soğan Türkotar'ın istenemdi. Yüzlerde konuşan kızı, kızlarda zavkını ziyor. Eğer şu onahan, eğer şu ustazlar, eğer şu Qorako'z kızlar kulmasa shodon, g'amgin bo'lib qolardi dunyo. Mana endi to'liq o'qiyman. İnternet sayfasida. Gulgul yuzlariga sahiy tabiat, dilbar tabassumlar hadya etdi. So'ng o'zi yaratgan go'zallikdan ro'y bo'pti qo'liga gullar. Gözlerde zavkını ziya, yüzlerde koysan kulgu. Eğer şu kız kulmasa şadan, g'amgin bo'lib qolardi dunyo. Qarang, ana shu holat bor ekan. Ayollar bor, qizlar bor, ona bor. Ona degandan keyin vatan deydi. Har bir insonni
kültürü yaşash. Men to'g'risi o'shanda shu yerda o'qigan maqolar. Shu yerda o'qigan maqolar. Esimga kelib ketdi-da, bir o'zimni sinab ko'raylik. Gül yo'qdi, gulga qavdirdim, bugun berdim gul. Endi bolalarni tunugini men kirganda aytganman sizlarga. Ya'ni mana hozir aytsak 640 11-sinfni bitirgan bolalardan chiqqan bo'lsa, 30 talardan bo'lsa, o'sha 641 tadan tanlanib qolgan bolalar. Har bitta sinfda bolalari 600 talar, ya'ni bitta sinfda 30 ta olsa 20 tadan bitta bola olindi. 20 tadan. Shunga yarasha mehnat qilish kerak. Sizni ustozlaringizda shogirdlari bor. Hozir bitta rolik qo'yamiz, rolik. Şu yigitlar şu ustozlardan ta'lim olgan. Olgan rolik chiqaringlar-da, undan keyin sizlarga tushuntiraman ustozlarning mehnatini. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Avvalambor barchangizni 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga uzoq umr, sihat, salomatlik, ishlaringizda rivoj, oilangizga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Sharafli faoliyatingizda har doim el yurt hurmati, shogirdlar ardog'ida bo'lishlik nasib qilsin. Shu o'rinda ustozimiz Gulnora opa Xoliqovaga alohida salomlarimni yo'llamoqchiman. Ustoz, yoshligimizdan bizga bergan bilimlaringiz, ko'rsatgan to'g'ri yo'l yo'riqlaringiz, maslahatlaringiz uchun katta rahmat. Siz bergan maslahatlar, bilimlar va ko'nikmalar tufayli biz hayotda ozmi ko'pmi muvaffaqiyatga erishib, o'z yo'limizni topa oldik. Buning uchun oldingizda bir umr qarzdormiz. Siz kabi o'z kasbining fidoyi insonlari, shogirdlari, o'quvchilarini kelajagidan qayg'uradigan, ularga bor mehr-muhabbatini berib ta'lim beradigan ustozlarimiz bor ekan. Yurtimizni kelajagi buyuk, tayanch mustahkam desak xato bo'lmaydi. Shu o'rinda o'quvchilarga ham murojaat qilmoqchiman. Qadrli o'quvchilar, sizlarga bugun yaratilayotgan imkoniyatlar va sharoitlardan oqilona foydalanib, ustozlaringiz berayotgan bilimlarni puxta egallab, kelajagingiz poydevorini mustahkam qilib qurishingizni so'rayman. Chunki sizdagi bugungi vaqt va jonkuyar ustozlar qaytib kelmaydi va mana shu imkoniyatlardan samarali foydalanib qolishingiz kelajakda muvaffaqiyatga erishishingizni kafolatlaydi. Yana bir bor barchangizni o'qish ishlaringizga omad va zafarlar, kelajakda muvaffaqiyatga erishishlaringizni tilab qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. O'qishni bitirgandan keyin maktabda o'sha o'zimizni gimnaziyaga o'tgandan keyin Jahon iqtisodi va diplomatiya universitetida xalqaro munosabatlar fakultetiga o'qishga kirdim. 3-kursdan boshlab grant bitib 3 yil haydaqini o'qib qo'yib. Kaliya Sejan Üniversitesi'ne bağlı Sejan Üniversitesi'nin 4 yıl xalqaro munosabatlar fakültetini bitirdim. 7 yıl oldu. Qayta Toshkentga kelib 1 yil qolganini tugatib. Toshkent Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti xalqaro munosabatlarni tugatdi. Shundan so'ng 26 yoshida O'zbekiston Respublikasi Ma'rif vaziri she'rmati bo'lish kerak.
Kızını seversin. 26 yaşında muharip kolaycısının unvanını aldı. İnistitü bitirip. Şenler tutkodu. Şundan keyin 2 yıl prezident aparatida oxirgi 1 yil O'zbekiston Respublikasida prezident farmonini Al-Xorazmiy Uçsizlarga o'xshagan maktabda ochish bor nimasi sifatida Xorazm, Qoraqalpoq 2-3 yerda ochishgan. Da rayon yurib sizlarga o'xshagan bilimli bolalarni yig'gan. Xorazmda, Qoraqalpoqda maktab tashkil qilishgan. O'tgan yili xalqaro grant g'olibi bo'lib, 1 yil 6 oyda yana Koreyaga doktorlik ishini yo'qlagani ketgan. Kechqurun biz aytgandan keyin buni tashlab 20-dekabr kuni Koreyaga, Seulda doktorlik ishini yo'qlaydi. Uylangan bitta qizi bor. Ayoli ta'tilni bitirgan. Ta'tilni hozir ayolini qo'liga 200 ta repetitsiyaga qatnashganlar. Prezident maktabidan tashqari 200 ta uyga qaynotasi joy tashkil qilib bergan. 200 ta Koreyaga 10-11 sinf bolalar. Men bundan nima demoqchiman? Oddiy ulug'larda bolasi. Orqasida hech qanday tanki yo'q. Hech qanday bir otganlarsiz bilim yo'q, pul yo'q. Lekin ustozlarni bergan o'qitlari tufayli. Bilaklar, hozir biz ustoz bilan gaplashganda aytdim. 3 ta institut rektorlikka prezident apparati yana o'zini o'rniga prezident apparatiga hali doktorlikni yo'qlamayapti. Bola 28 ga kiryapti odam. Ulug'larda o'qigan, ulug'larda yurgan, ulug'larda nima qilgan? Sizlarni qaytaringan. Bugün ötküzü vermeyinler. Bugün bor imkoniyatımız var. Bor imkoniyatımız var. Sana beni benden koyuyor, bunu ki beni böyle bakar mı? Ben yolu yapar şu bola ölçü. Kolay, maaşıyla bir tanesini artık deseniz özümüzdeki rakam verir. Bu hattaki erinmezsen. Kariyerde durup hammamizga salom yo'llayapti. Hesabda u o'zini ustida ishlayapti. Kelinglar, mana o'tgan yil 55% o'qishga kirishdi. Mana bir yil sarallangan bolalar silasizlar. Kelinglar, biz 10-maktabda yengib o'taylik. Rayonda markazi. Keyin ayagancha sizlarga tashlab qo'yaman. Shu bola to'g'risida qilingan Xorazm bilan Qoraqalpoqni sizga o'xshagan har Xorazmni maktabida o'qiyotgan bolalarni qilgan roligini tashlab qo'yaman. Sizda bor. Tashlab, bo'lmasa tashlab beraman. Men nimaga rasmga qo'yib sizlarni gaplarim? Ular qo'nyapti, dod yaptı. Sizlarda hali bor. Shuning uchun biz sizlarni yuzlaringizni ochqan Mirzayev bilan kelishibdi. O'rog'im bilan kelishibdi. Bir til bilan gaplashib, yuzingizni, jahonga yuzingizni ochishdi.
tutsin. Kelajak sohada ma'lum uchun keldik paytda. Yüzünüz açılsın. Kecha bir kunga sarrizimda ekovini akasini taniysiz. Mayda yurardi mandalanday qilib. Bir oy 2 kun o'qidi ta'tilda. Kecha ketishdan oldin 1 soat gaplashib qolayotganmiz. Ota daymas ekandir. Çünkü uni ham sizlarga o'xshab yuzi ochilmagan. Kelinglar, dadil, shartta turib, o o'g'limgacha bir qizim bo'lsa, shartta turib. Men ta'mindan palonchiman. Tas javob berib, nimadan qo'rqasiz? Men bir kun mana uni egasini olib kelaman deydi. Mana qo'rqma. Nechinchi yil tug'ilgan ekan? 91 yil olsa 25 yil to'qqol. 34 ga kiritdimi? Bundan qaytgan. Barcha bolalar. 34 yoshda 7 ta kitob chiqyapti. Mana o kitap 7 tilga İngiliz, Fransız, O'ros, Türk, O'zbek, Arab tiliga tarjimot bo'lyapti. Qaytinkan. Yana kim bo'ldi? Boburni yurtini bolalari bo'lsa. Mana unda bundan 100 yil oldin, 102 yil oldin senga o'xshagan qora ko'zlar Germaniyaga odamlar pul yig'ib, biri doktor bo'laman, biri agronom bo'laman, biri injener bo'laman deb O'zbekistonlik 100 ta bilimi bor bolalarni Germaniyada o'qitilib, qaytib kelgandan keyin hammasi o'ldirib yuborilgan. Bilimlilar bo'lak tuzumdog'larga kerakmasini bizdan bilimlilar chiqdi. Bugun senga kim qarshilik qilyapti? Maktab, gimnaziya, ixtisoslashgan maktab, prezident maktab, Al-Xorazmi, Al-Beruni maktab. Xohlasang chiq chekaga biliming bo'lsa. Hech kim seni bayqa ta'zim qilmayapti. Sen avlodlarni nimaga keltirding? Biz Mirzayev avlodlarimiz sizni shu darajaga kelish uchun harakat qilib yashab o'tdik. Estafeta sizlarniki. Jon kuymaysanmi? Sal gaplarim qo'pol bo'lishi mumkin. Lekin bu achchiq haqiqat. Bu bola men har kuni 2 kunda 3 kunda bir telefonda gaplashaman. Meni yaqinlashim nima emas. Qo'shqadaryo chiroqchilar bu. Chiroqchilar. Faqat bilimim orqali tanishganman xolos. Qayerga borsam Arzatning kitobidan bitta olaman. Ne aşırıda korkma. Seni korkacak nimen var. Hamma kiyimin var. Hazır ovqating var. Önegin var. Fakat bitti. Yaxshi bilim, yaxshi xulq, yaxshi hunar. Ana shunchalar qilsa, haligi kulgi bo'ladi. Aziz farzandlarim, hozir oyog'imga rasmiga tushgan rasmiga kim javob bergan bo'lsa, biz buni ismini nima qilamiz? Ekanangizda bitta boshida
Vallahi mashina. Hop. Allah. Yana bor edi. Begroz. Allah. Hop. Nereye gitti kadar? Oldu doktor. Bitta korkmam var. Men korkmayman. O ota 189 ming yuqori bu. Nima deyapsiz? Toshkentda ham gapirib qo'yay. 189 ni men uraman deganga. Mana shu qora. Agar 189 ni nima qilsang, mana ursang, shu odamni xohlasang, mana shu yozuvchini o'zini to'yin gap keladi. Lotin tilini o'qilasanmi? Yo'q, lotin tilini mana kirincha. Mana shu ichini bir ovozini chiqarib, o'rtoqlarga o'qib berdim. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salom va duolar bo'lsin. Dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan ota-onalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Otam Meliboy ota va onam Mukarramxon onalarga behisob rahmatlar va savoblar yog'ilsin. Nodiramga nasihat, nabiramizlar. Quruqlar ustida olib borayotgan tadbirlarimizning barchasi zamirida vatanga muhabbat, ilm, bilim, tarbiya yotadi. Axir inson 100 yil yashasa, 100 yil tarbiya ehtiyoj sezadi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatulloh aytgandek, bugun kitob o'qigan odam kechagi odam emas. Bundan asosiy maqsad esa Imom Buxoriy hazratlarining dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmagan degan chaqirotini har doim yodda saqlagan holda ilm bilim yo'lida bardavom davom etishimiz kerak. O'ylaymanki, kitobdan uzoqlashish o'zlikdan, tarixdan uzoqlashishdir. Qo'ziyev Qodirjon Meliboy o'g'li. Yashnamaydi nogironsiz, tomirning suv ichgan yerga bor. Ota aytgan, yo'llaring yashnat. O'y oldida yana bir o'y, yaxshilikka qil, yurtingni yashnat, qo'ldan berma shunday imkonni. Sen hech kimdan ham emassan, bir bolasisan O'zbekistonning. Vaqtimiz 45 minut. Biz kelaveramiz. Nima savollaring bo'lsa, yig'inglar, bilaqinglar. Bu 4-marta meni bu maqsadga kelishim ekan. Menga bayda dod deydigan cho'tdagi ena qizimga o'xshab 189 ni olibdi. 200 qolganisa 200 ming kiyamni olaman degan bolalarni shuncha ko'payishini. Bularni shunchalik tarbiyalashda shu iqtisod boshqa maktabda pedagog kollektivida sihat salomatlik uylarda tinchlik totuvlik, mehnatlarda o'tkaziladilar, tilash bilan birga. Artistlarda qanday nima bo'ladi? Men jurnaldagi rasmda bir jurnalda bitta gazetada chiqqan rasm. To'xtang, men oralimda arkani shu rasmni qo'yib o'tkazganda kimdir aytardi.
oti ham tanagramlarga o'xshar ekanda. Tanagramlarga. Shunday chiroyli oyog'ini yoniga qo'yib olib, kuldiryapti deyishi mumkin edi. Chunki men hayotimda ko'p eshitganman. Ko'p insonlar eshitganman. Ishlar yurib, menga qoraydi, oyog'imga qoraydi, menga qoraydi, oyog'imga qoraydi. Bu otamning nechinchi xotini ekan. Keyin oyog'imdan borib so'raydi. Shunday chiroyli oyoqsiz. Shunday uyga tekkanmisiz? Nechinchi oyog'isiz desa, birinchi men sizlardan bir tegib ko'ringlar, bu odamga javob berdi. Shuning uchun kulganda men. Oila mustahkam bo'lishdi. Oila mustahkam bo'lishdi. Hammang 16da o'tdi. Oilaga qarab tayyorgarlik etapi boshlandi. Bugundan shu senlarga saboq bo'lsin. Saboq bo'lsin. Anagramma emasligini, 5 farzandni onasiligi. Bugun bitta nevarasi Koreyada ishlayotganini, bitta nevarasi Yaponiyadanligini, o'g'li Xitoydan kecha qaytganini, mana u jonlandi haligi Koreyadan o'g'li, shu xotin tarbiyalaganini. Xotinga chevara ko'rdi, qayta deyimmi? Kim aytadi? Chevara qayta ko'rdi. Shveysariyada ko'rdi nevara, chevara. Bitta nevarasi Shveysariyada yashaydi. Mana 1 yashar o'g'li. Hesabda sizlarga shu narsalar saboq bo'lsin. 50 yildan keyin ko'zlaringni ostiga menga ustozlarim nima berdi, nima o'qib berdi, qanday yashashim kerakligi. Bugun çünkü bir ağır yilida baydan chiqib ketasizlar. Ertaga xuddi o'sha bolalarga o'xshab so'zdagi har bir ustozni gapi, har bir insonni gapi sizlarga oltin bilan teppa-teng bo'ladi. Shuni eslaringizdan chiqarmanglar. Har doim salomlar, menga gaplaring bo'lsa. So'ylaman. Oyog'im ertalab chiqib ketyaptim. Men o'zim ko'nglimdan chiqarganni o'zim toplayman dedi. Mana 7 ta javob bo'ldi. Talakasini tanladimda o'shaga 7 ta kitobdan tashqari qo'shimchani o'zi bilsin. Tek huquqni men falonchiga deb aytolmayman-da, chunki hozir endi natijalar teppa-teng. Hukm berib chiqadi. Avvalambor assalomu alaykum. Men iqtisodlashgan maktabning 11-b sinf o'quvchisi Habibullayeva Rayhona bo'laman. Shunchalik vaqtlaringni ajratib, bizni hayotimiz uchun kerakli yo'l ko'rsatganinglar uchun sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Barcha tengdoshlarim sizlarga o'z minnatdorchiklarini bildirishyapti. Chunki biz uchun kerakli bo'lgan yo'lni ko'rsatganinglar uchun, shunchalik kitoblar berganinglar uchun yana bir bor rahmat. Mana aziz o'quvchilar, bitta oilani Qodir Otabosh, Hoji ona, ularning orqasidagi farzandlari, ulardan keyin nabiralar va chevaralar, qo'yki bitta oilani hayot yo'lini qisqa vaqtda bo'lsa ham bir ko'rib, eshitib, o'zlaring guvoh bo'lib turibsizlar. To'g'rimi? Avvalo hamma insonlarni shunaqa bir namunali oilalar bo'lishiga nasib qilsin. Buning uchun albatta
nima qilish kerak ekan? Ota aytmoqchi, yaxshi bilimga ega bo'lish kerak. Alloh bergan umrni chiroyli o'tkazish kerakki, hayotda nolimaslik kerak. Chunki mana shu joyga ham kelib o'qiyman deganlar o'shancha. Lekin nasib qilmagan kela olmayapti. To'g'ri mana men ham o'zim nabiram bir topshirib ko'rdi, kela olmadi. Men ham xohlarim o'sha yerda o'qishini, yani yaxshi tarbiyada ko'ryapti. Shuning uchun mashhadagi o'tgan har bir kuningiz, har bir soatingiz bundan unumli foydalanish kerakki, ertaga afsuslarni bilmaslik uchun. Rahmat, mana Xudoyim bu insonlar o'sha qarisin, farzandlarni, nabiralarni, chevaralarni, evaralarni ham baxt kamolini birgalikda ko'rishi, hayotdan bir zavq olib yashashni nasib qilsin. Jamoaga ham rahmat. Misal hakikaten. Sonrasında kalayım mı? Bittesi miyim mi? Bittesi ustalarında kaynatar. Biz şu insanına ahırı 4 yılda açık geçeyi gündüz boğalmış. Ahırda Allah düğüne gidecekler dünya geçer saat 4'de randa boğar. Her bir insanlar kalan. Ben hallettim o aydaklar 506'da şu yaşta gelmişse bize aydaklar verir. Bunlar kılıngan mehnatı böyle gelmez. Bu özümüze muhtaçlar. Başımına şu insanda 2 oğlu, 3 kızı var. 2 oğlunun 2. gelinin tutarlar. Başımda önümde bilmem, ya 4. ya 5. ottum aslında kalır. Ben konça yaşayabildim, birinci Tamerahanda kıldır varlığından katta kılır. Her bittesiga esani qoldirib ketishdi. Hayot ekan. Biz shu ulug'larda tanishganmiz. 79-yil. Sizlar ham bir-birlaringga sevgisi ham mehrli bo'ldi. Qizim, bu senga esdalikka. Assalomu alaykum, avvalambor ustozlar. Maktabimizga xush kelibsizlar. Mana bugun kelajak soatimizni juda chiroyli bo'ldi deb umid qilaman. Mana o'quvchilarimizga ancha ma'naviy ozuqa bo'ldi. Sizga o'xshab mana yurishlikda hatto biz ham havas qilamiz. Mana oilalaring hammasi hurmatga, e'tiborga loyiq. Xudo xolisa shu yerda o'qiyotgan barcha o'quvchilar sizlarning izlaringdan boradi. Hamda men ham mana o'zimni haligacha yosh deb hisoblayman. Xudo xolisa sizlarni havas qilamiz. Sizlarning yo'llaringizni bersin bizga ham. Umringiz uzoq bo'lsin, qodir va hamisha sog' bo'ling, sog' salomat bo'ling. Mana shunday maktablarga borib, mana havas qilamiz. Kecha yaqinda birinchi maktabda ko'rdim. Nimada? Ijtimoiy tarmoqda. Voy bizga kelmadi-ya deb alijichani qilib qo'ydim. Mana Xudo xolisa ko'p keling biz maktabga. Mana domla ham Mirzayev o'zimiz ustozimiz o'qitgan, mana bizga tarbiya bergan. Mana men Mahfuza opani ham bilaman. Juda yaxshi ayol, men farzandlarimni bog'chada tarbiya bergan. Hammasiga katta rahmat aytaman. Shu yerdagi barcha pedagogik jamoamiz nomidan, shu yerdagi o'quvchilarimiz nomidan sizlarga juda katta rahmat aytaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugungi mana shu kelajak soatiga atalgan tadbirimizni mazmunli, juda chiroyli o'tdi. Buning uchun sizlarga alohida rahmat. Hamisha maktabimiz ochiq. Kelib mana shu o'quvchilarimizda mana Xudo xolisa yangi safar Qodirada bular sayraydi. Siz o'tirasiz. Siz tomosha qilib o'tirasiz. Bular o'zlarini olgan bilimlarini inglizcha bo'ladi, ruscha bo'ladi, o'zbekcha hammasidan Xudo xolisa chiroyli tadbir tashkil qilib sizlarni taklif qilamiz. Rahmat katta. Hocalar, rahmat. Ana shunday Qodir otam bilan ham uzoq o'tirib
3 yoshga yaqin inshaalloh diyorlar. Bering siz, bering. Rahmat, sağ bo'linglar. Bularning ko'pini ko'ring yoshlarni. Rahmat bo'lmadi. Abdulla Oripov 8 yilga bor. Yaxshilik deydi. Bu dunyoda barcha narsa unutiladi. Qashshoqlik, maktabda, moli. Unutiladi yo'llar. Unutiladi xalqlarni birinchi muhabbat dardi. Unutiladi 40 yillik adovat silkin. Unutulan xalqlarning yuraklarida. Unutilmaz yaxshilar yodidagi. Unutilmaz ular oldidagi taxt. Biz har birimiz ani yurgangan maktabga qalam ranjida qilgan bir qalam qo'ygan har bir inson pedagoglardan, ustozlardan shuni bir bilinglar. Bir o'rgan qarshi. Ko'p ishlatadigan gap bor. Ota-onang seni dunyoga keltirdi. Ustozlar seni qayerga chiqarib? Ko'kka chiqarib. Hesabda 50 yildan keyin, 100 yildan keyin saboq yildan yetimiz bo'ldi. Ustozlar baribir ustoz. Yani Abdulla akani bitta gapi bor. So'radilar, kim aziz? Aytdilar, ustoz azizdir, aziz. Dedi, ustozini aziz qilgan aziz. Tushuntiladimi? Ustozingizni qancha ko'p azizlasangiz, shuncha ko'pga siz ko'tarasiz. Bugun shu yerda. Meni bilmas ikki tarbiyalagan ustozimizni ikki o'g'li dars beradi sizlarga. 10 yildan beri qayerda tadbir bo'lsa aytaman borardik. Sirortimdan rivoyat. Mana bu nimaga kelganda sinfdoshimni o'g'li qo'shildi, jo'radi. 10 yil birga o'qigan sinfdoshimni o'g'li shunga dars berar ekan. Qurbonlar jo'radi. Uchinchisini qarang, rasmni egasi. Kecha-yu kunduz bo'lgan insonim. O do'stimni, ulfatimni, jonidan do'stimni keldi. Qarang. Agar men shularni aziz qilmaganimda, meni Alloh taolo uchun bir yerga yig'ib qo'ygan emasdim. Sizlarga maslahatim shu. Qancha ustozlarni aziz qilsalar, shuncha aziz bo'lasizlar. Odam salomat bo'ling.